Yigitlar bilan-ku gap choyxona bahona ko'rishib turamiz. Qizlarni ko'rmaganimga 10 yil bo'ldi-yu. Agar tasodifan ko'rib qolmasam. Menda hammaning maktabdagi fotolari bor. 4-sinfgacha birga o'qib ketganlarniki ham, birga bitirganlarniki ham. Mana, Akbar bilan Munisa. Ular maktabdayoq bir-birlariga yaqin edi. Akbar institutga kirib, srazu sovchi jo'natgandi. Ha, Akbarni strateg, Munisani esa lug'at derdik. Esingdami? Bu ikkisi o'zi juda bir-biriga mos edi. Dars vaqtida hammang jim o'tirlaring. Savol raqamini qo'ling bilan ko'rsatsang, javobini yozib o'taman. Lug'at xonimni qara. O'sha vaqtda ham qo'lidan ensiklopediya tushmasdi. O'rtoqlar, hammaning inshosini ustoz tekshirishga menga berdilar. Xato qilmasdan yozamiz, a? Akbar, olimpiadada qatnashasanmi? Ha, yordam berib tursang, qatnashaman. Mayli, yordam beraman. Voy. Jama rosa kurutoy bo'lgan ekanmi? Qara, 8-sinfda qo'llarda uzuklar, bay. Uni qizlarni ajali derdi-ya. Qizlar, geografiyadan O'zbekiston bayrog'ini chizishim kerak. Men yordamlashaman, men chizishaman, men zo'r chizaman. Bu kim edi, Elyor? Bu Miss Mira. 1 minutda 5 marta pomada suradigan qizimiz-ku? Ha, bo'ldi, esladim, Shahnoza. Shu Shahnoza hozir go'zallik salonini ochgan. Salonda saraton kasalligiga chalingan ayollarga bepul xizmat ko'rsatishadi. Qo'yil, respekt. Komilova, yana boyanyapsanmi? Yubkangni qara, buncha kalta, sal uzunroq kiysang bo'lmaydimi? Ustoz, shunday qulay-ku. Nimasi qulay? Qizim, sen o'zbeksan, bunday yurish bizga yarashmaydi. Xo'p bo'ladi, ustoz. Ertaga uzunrog'ini kiyib kelaman. 8 yildan beri kiyasan.